Rahmat sizga. Keldilar-yu. Malika Budur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. To'xtab turing. Siz salom bering. Yuqsin qilib oling. Zora siz ham bo'yingizda bo'lsa. Assalomu alaykum. Ha, aytgancha, egizak ekan. O'zi bir o'qituvchi bo'lsa, kamiga yana unaqa chiroyli emas. Yo har kuni har xil mashinalarda keladi-yu, tavba. Hozirgi ba'zi erkaklarga chiroyli bo'lishi muhim emas. Muhimi ikki qat bo'lib qolmasa bo'ldi. Voy shunaqa deng opa. Tavba. Qani o'rtan ochinglar, osham keldi. Xudo xolasa ertaga hamma uylarimni ijara puli keladi. O'sha pullarni hammasiga zo'r bir novostroyka olamiz. Abdullohning kelajagi uchun. Hamma topganim shu farzandlarimnikida. Sog'masini, qani oshga marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Malika? Oshni olmaysanmi? Qoshiq. Mohlaroyim, shu qoshiq o'lguri 6 ta qilib olib kelib qo'ymaysanmi, qizim? Biz 5 kishimiz, oilaviy 5 kishimiz, a? Ammang mehmon bo'lib kelganlar, ha? Mehmon ketgunicha qoshig'i 6-chisini ham olib kelib qo'ygin har doim. Mana amma qoshiq. Olinglar.